Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi kunda biz Anjanka Rum jamoasi, ayollar jamoasi birinchi liga navbatdagi turga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolasa rezultatlari yaxshi. Bizni bu shu darajaga yetib kelishimizga avvalambor viloyat hokimiga, futbol federatsiyasiga, Andijon futbol klubiga kattadan katta rahmatlar aytib qolaman. O'sha insonlarning tashabbusi bilan shu darajaga yetib kelyapmiz. Hozirgi kunda jamoamiz umum jamoa hisobida 8 ta jamoa ichida 2-o'rinda ketyapti. Qizlarimiz yaxshi. Tayyorgarlik kundan kunga o'sib boryapti. Hozirgi kunda, bugungi razmikamiz, treningimiz Termizni Xorazmda Tumars jamoasiga qarshi tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolasa bu yerda ham yorug' yuz bilan qaytamiz degan umiddamiz. Kelajakda komandamiz birgalikda Oliy ligani ko'zlab ish ko'rmoqdamiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Jamoamiz bilan ertangi o'yin Xorazmga tayyorlanyapmiz. Ozgina muammolarimiz bor. Shuni bartaraf etib, Bahodir aka bilan ishlab, xudo xolasa o'rnini joyiga qo'yib tayyorgarlik olib boryapmiz. Maqsadimiz katta, xudo xolasa birinchi ligadan Oliy ligaga chiqish maqsadimiz bor. Shunga harakat qilyapmiz va uddalaymiz degan umiddaman. Xudo xolasa ertangi o'yinimizga borib g'alaba bilan 3 ochko bilan qaytib kelish niyatimiz bor. Bizga muxlislik qilinglar. Yoshlarni taklif qilamiz jamoamizga. Eshiklarimiz doim ochiq. Kelsin, o'rgansin. Sharoitlarimiz bor. Hammaga omad tilayman.